Zominga ham yetib keldik. Shuncha narsamiz bor, palatkalar. Bu yoqda mana suvdan o'tish uchun bitta qilib qo'yishgan bo'lsa, bu taraf 50 kilometr yugurib tugatganlarning ro'yxati Bobur 2025-yil Zomin. Bu yoqda xalq razmerlarini qo'yib qo'yishgan. Blogging asoschisi chet ellik mehmon chaqirilgan. 1 soat vaqt bor, o'shaning uchun ozgina dam olamiz. Haqiqiy kurash bo'lyapti. Va yogurt. Biz bolalari bilan birga koleskada shakeout run degan narsa bor. Garga qarab ketamiz. Tog'larning ichigacha kirib ketamiz. Ukulovat bo'ladi. Jonli efir olib beryapti. Tepada bo'layotgan o'yinlarni hamma narsa. Soat 9 bo'ldi, konsertdan 9 gacha ekan, hamma tarqalyapti. Assalomu alaykum hammaga. Shu joyda videoni 1 daqiqaga to'xtatib, sizlardan yordam so'ramoqchiman. Bu kabi vlog videolarni olish juda ko'p vaqt, kuch va energiyani talab qiladi. Agar bu video format sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like, kommentariy yozib va do'stlaringizga ulashib, bu kanalni, bu videoni qo'llab-quvvatlasanglar bo'ladi. Har bir qo'yilgan like, har bir yozilgan kommentariy kanalni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi va shaxsan menga juda katta motivatsiya beradi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Zomin o'tishiga yo'l olamiz. Salomatli. Rahmat. Videolarni yaxshimi? Jir qo'yib tashlaymiz. Zominga ham yetib keldik. Deyarli 4 soat vaqt yurdik va hozir Zominning eng asosiy chiroyi bo'lgan va ko'pchilik keladigan joyi o'sha oynalik osma ko'prik. Ko'rishimiz mumkin, bu yoqda ko'prik, odamlar o'tishyapti va pastroqqa o'tsak, u naryoqda zipline, sakraydigan jump bor va bizani Zomindagi zonamiz mana pastda. Hozir mashinamiz bu yoqda turibdi ekan, pastga tushamiz. Mashinani joylashtirib, naryoqda palatkalar qo'yishni boshlashgan. Palatkalar joylab, bizani zonamiz shu yerda va shu yerdan yugurishni boshlaymiz. Orqada o'sha har xil bayramlar bo'lyapti, ko'p dam olgan kelgan insonlar, ashulalar, o'yin kulgular va u yoqda ko'ngilochar joylari bor, ovqatlansa bo'ladi, o'tirsa bo'ladigan, hamma shu yerga kelib dam olyapti va asosiy yugurishga kelgan insonlar bu yoqdan qarab turishdi. Agar shu Zominga yugurishga keldim desangiz, o'tkazib yuborishadi mashinadan pastgacha tushsa bo'ladi. Lekin pastga qarab tushib ketamiz. Pastga tushib oldik. Narsalarni bu yoqqa qo'yib, keyin mashinani o'sha o'zini parkovka joylari bor, o'sha yerga qaytarib olib chiqamiz. Mashinani joylaganimiz chiqib ketdi. Bu yoqda shuncha narsamiz bor, palatkalar, narsalar, sumkalar, ovqatlanish narsalari. Va bu yoqda hozir holatni ko'rsataman. O'sha tayyorgarlik endi boshlanmoqda. Odamlar ham ancha ko'p emas. Kiraverish qismi bu yerda kirib buni to'g'rilab qo'yish kerak. Shu palatkalar joylashyapti. Biz ham shu joylaymiz. O'rtada hamma yig'ilib o'tiradigan joy, bu yoqda tarqatish va bu yoqda yugurish zonasi, mashinalar, ovqatlar va bu yoqda qo'riqlash xizmati, bu yoqda tualet tashkil qilib qo'yishgan va tepadan hamma kelyapti. O'sha mashhur o'sha Zominning osma ko'prigi. Orqada bizani o'sha kemping zonamiz, mana shu shaharcha bizani 2 kunga joyimiz bo'ladi. Shu yerda dam olamiz, shu yerda bayram bo'ladi, shu yerda yugurishni boshlaymiz va qaytib berib shu yerda taqdirlash marosimlari ham bo'ladi. Havo ancha sovuq, shahardan 17 gradus bo'lsa adashmasam. Bu nuqta ham o'sha yer sathidan 2000 metr balandlik hisoblanadi va yugurish davomida 50 kilometrda yana 1000 metr balandlik tepalikka yuguramiz. Shuning uchun quyosh ham qattiqroq uradi. Quyoshdan saqlanuvchi sprey mazza surib olgan eng yaxshi variant. Palatkani qo'yish uchun joy topdik. Bolalar joylayapti. Narsalarni qo'yib oldik. Bu yoqda o'zi ko'pchilik palatkalarni joylashga ulgurgan. Past qismida ham bor. Bu yoqqa to'lib ketadi. Mana shu atroflar hamma to'lib ketadi. Ko'pchilik o'sha vaqtliroq kelib, tekis
yotishga qulay bo'ladigan joy olishga harakat qiladi. Va undan ham o'zi bu ham katta ish, o'shani joylab olib, keyin bemalol aylanib dam olsa bo'ladi. Senga kattaroq joy bo'ladi. Mana bu yerga tosh qo'yib chiqsangiz kerak, hozir. Yaxshi joylashdim. Palatka ham tayyor bo'ldi. Shu qo'yib oldik. Qozuvlar yo'q ekan, arendaga olganmiz, o'shancha tosh tiqib qo'ydik. Bu yoqda mana ichiga bitta karamat, ikkita karamat o'sha quliydigan qoplari va narsalarni qo'yib qo'ydik. Buni yopib yaxshi joyga menimcha joylashdik, chunki bu yoqdan bu yoqqa qarab suvga vid ochiladi va pastga tushib ketish ancha oson. Toshni qo'yib keyin yetishga. Bitta mana shunaqa mehnatkash bola olib qo'ysanglar, shunaqa ishlarni yaxshi ko'radigan, palatkani ham quritib tashlaydi, hamma sharoitlarni qilib tashlaydi. Sizlar bo'lsa video olib turaverasizlar menga o'xshab. Ko'rishimiz mumkin, hamma yoqda hasharotlar, chigirtkalar, o'rgimchaklar, nimadirlar, o'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak albatta. Va orqada uje hamma yig'iladigan joyda ashulani qo'yishdi, nemischa ashula qo'yishdi, Ramstein, adashmasam. Eshitayotgan bo'lsanglar, odamlar kelishni boshlashyapti, tabiat ajoyib. Tasavvur qila olmaysizlar. Orqadagi tog'lar, otlarda odamlar yurishibdi, uchishyapti. Tog'dagi qorlar, bulutlar, ob-havo juda ajoyib. Kelmasanglar o'zinglar bo'lmaydi. Kelib buni his qilib ko'rish kerak. Joylashib oldik, uje mana palatkalar ichida o'tirib, choy pitalarni ham boshlab oldik. O'rtog'imiz uydagilar pishirib bergan kekslari. Eng qiziq, eng zo'r joyi tog'larga chiqqanda ham mana bunaqa tabiat qo'ynida ovqatlanishga hech nima yetmaydi. Shunaqangi havo, bunaqa toza havoda va bunaqangi vidda qulay joyda o'tirib, sekin choy ichib. O'shaning uchun Zominga kelganda ham eng zo'r variant bu o'sha palatkada qolish tajribasini boshdan o'tkazish. Buni ham o'ziga yarasha gashti bor va undan tashqari juda chiroyli xotiralar qoladi. Menga yoqimli ishlar, sizlarga yoqimli tovush. Ana endi sekin pastlarni aylanib, sekin hamma yoqqa ko'rib chiqamiz. Shu yo'ldan o'tish uchun ikkita most qilib qo'yishgan. Bemalol bu tarafdan bu tarafga o'tsa bo'ladi, suvni bo'yidan. Mana bu joyda suvdan o'tish uchun bitta qilib qo'yishgan bo'lsa, bu tarafda ikkinchisi ham bor va yana uzoqroqda uchinchisi ham bo'lishi kerak. Bu yerda oqar suv bor, muzdekini. Bu yerda okalar o'sha suvlarni ko'p qo'yishmoqchi muzlatish uchun. Yo'l bo'yida mana ko'rishimiz mumkin, yana narsalarni qo'yib qo'yishgan, muzdek turish uchun suv idishlarni va joyimiz ikkiga bo'lingan. Bitta taraf kemping uchun, palatkalar uchun va ikkinchi tarafda yig'iladigan tashkiliy ishlar, volontyorlarni joylari, bu yerda ovqat va bu tarafda do'konlar, yugurish startlari bu joyda joylashgan. Bu yoqda dam olish zonasini tashkil qilishgan. Salqin bo'lish uchun bunday narsalar qo'yib, bu yoqda esa kreslo meshoklar, odamlar yotib dam olyapti. Va orqada bolalar uchun arg'imchoq narsalar tashkil qilishgan va bu yoqda yana hali kechki ovqat sotishadi, choy narsalar tarqatishadi. Hozirdan ham borib olsa bo'ladi menimcha. Muhitni ko'rishimiz mumkin, o'sha odamlar kelib dam olib, shu yerda joylashyapti. Va bu yerda ham kichkina sahna tashkil qilishgan ekan. Prezentatsiya tashkilotlar shu yerda bo'lib, balki taqdirlash marosimlari ham shu yerda bo'ladi. Shu tarzda odamlarga joy tashkil qilingan. Bu dam olish joyidan keyin tepaga chiqamiz. Ikkinchi qavat desa ham bo'ladi. Bunaqa zinalar tashkil qilib qo'yishgan. Chiqamizdan keyin pastda qavatda va orqamizda yana bitta sahnaga o'xshagan joy tayyorlashyapti. Sahna ham bor. Ikkita DJ kechqurun taqdimot qilishadi, ashulalar qo'yishadi. Samarqand marafon seriyasi yaxshi tomoni mana shu tashkiliy ishlarda har bitta detalga e'tibor beradi. Qulayliklar yaratib qo'yadi. Misol, o'zingiz chiqish o'rniga mana shu qulaylik tarzda yog'ochdan zinalar yasab qo'ygan, ko'priklar yasab qo'ygan. Orqamizda asosiy stend qo'yib qo'yishgan, o'sha Zomin Ultra logotipi hamkorlarini ko'rishimiz mumkin. Asusu brend va boshqalari va undan tashqari
o'sha hamma qatnashuvchilarning ismi yozilgan joy ham bor va marshrut ham chizilgan. Bu joyda o'sha Zomin Ultradagi hamma qatnashuvchilarning ismi, qatnashayotgan bo'lsanglar o'zingizlarning isminglarni bemalol topsanglar bo'ladi. Ko'pchilik rasmga tushib oladi va bu Zomin Ultraning marsruti 2 kilometr uchun yashil, 5, 10, 21 va 50 kilometr. Biz hozir bu yoq nuqtadamiz. Boshlanish start qismi va yugurishni boshlagandan keyin 2,5 kilometr yugurasiz va orqaga qaytasiz 5 kilometr bo'ladi. 21 yugurayotgan bo'lsangiz 10,5 ni kelib qaytasiz. Shu tarzda bu har to'xtash punktlari qayerda joylashganligi 4 kilometrda suv bor, 7 kilometr, 10, 13, 16, 19, 22, 25 da bor. 50 kilometr yuguruvchilar uchun eng asosiysi, eng ko'rsatishim kerak bo'ladigan jihat bor. Bu mana bu plakat. 50 kilometr yugurib tugatganlarning ro'yxati o'sha birinchi boshlangandan boshlab hozirgi kungacha kim qaysi yili yugurib tugatganlarni ism familiyasini yozib qo'yishgan. Bu yerda o'sha rekord o'rnatgan inson Begaliyev Nurziyat 4 soat 12 daqiqada yugurib tugatgan ekanlar. 2024-yildan beri rekord yangilamagan va ayollarda Maqsudova Malika 2022-yilda 5 soat yugurib tugatgan ekanlar. Undan beri hali mana 4 yil bo'libdi, hech kim yangilamadi. 21-yilda qatnashgan insonlarning ism familiyasi, 22-yilda ko'rishimiz mumkin, boshida kam odam bo'lgan. 22-yilda 2-3 ta odam qo'shilgan menimcha ro'yxatga. 23-yilda ancha odam ko'p va 24-yilda xuddi shuncha odam desa ham bo'ladi va 25-yilda juda ko'p inson qatnashgan, chunki 3 ta qator deyarli to'lgan, 2,5 ta bo'libdi va bu yoqdan biz topishimiz kerak bo'ladigan narsa hozir ko'rsataman. Mana bu Saidvaliyev Bobur 2025-yil Zomin Ultraning 50 kilometrni yugurib tugatganlar ro'yxatida turiladi. Boshqalarni ham ko'rishimiz mumkin. Tanishlardan kimni ko'rsanglar ism familiyasini topishingiz mumkin. Dolimov Shahbozbek, Shahboz aka Dolimov yugurgandilar, ularni ko'rganim o'tgan bir qizimiz bor edi, taekvondo bo'yicha chempion, ularning ismlari bo'lishi kerak. Va shu tarzda hamma tanishinglarni ko'rishingiz mumkin. Piyoda dasturni qachon boshlanishidan tugashigacha yozishgan, nimalar bo'lishi. Bu yerda 2 kilometr Kids Run 50-21 tarqatish punktlari joylashtirilgan. Expoda tarqatishdi deb savol bermoqchi bo'lsanglar, boshqa viloyatlardan keladiganlar ham ko'p. O'shaning uchun ular shu yerda kelib bir kun oldin olishligi mumkin. Agar Toshkentda bo'lsa, 2-3 kun oldin bu narsalarni tarqatishgan, biz ham mana olgandik. O'sha kuni futbolka hali tayyor bo'lmagancha berishmagandi va bugun hozir shu nomerlarni ko'rsatsak, bizga futbolka berishar ekan. Dizaynlar tayyor, hamma o'sha o'ziga razmerlarni olib olyapti, biz ham olamiz. O'zimniki, o'rtog'imniki. Bu yerda xil razmerlarni ko'p qo'yishgan. Shu o'zingizga tashab mos keladimi yo'qmi ko'rish uchun. Bu yerda ayollarniki, bolalarniki. O'chirda turimiz, futbolkani olish kerak. Assalomu alaykum. 50 L. И так. Bunisi 2XL bormi? Eng kattasi. Да. Rahmat. 1XL. Futbolkalarni oldik, o'rtog'imga ham oldim. Alohida pechat qo'yishdi. Qayta olmaslik uchun, tekshirish uchun. Bu yerda stendlar tashkil qilib qo'yishgan. Atomy kosmetik brendi, Uspost va boshqa narsalar. Med punktimiz bor. Red Bull Energy Station, Red Bull mahsulotlari olish mumkin. Sponsor bo'lgani uchun stendini qo'yishgan. Bu yerdan esa chiqib ketib startni tayyorlashyapti. Yugurishchi start punktiga ham keldik. Hali tayyorgarlik ishlari olib borilyapti. Ovoz zvuklarni tekshirishyapti, hamma narsani joylashyapti. Mana shu joydan hamma yugurishni boshlaydi. To'g'riga borib, xuddi shu joyda yana finish bo'ladi. Palatkalarda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda timing deb yozib qo'ygan, vaqtlarni aniq tekshiradigan, bu yerda sudeyskiy hay'atlar a'zosi yozib qo'ygan. O'sha kim noto'g'ri kirgan bo'lsa, hamma narsani tekshirishadi, vaqtlarni tekshirib, va yana boshqa volontyorlar uchun dam olish uchun zonalar tashkil qilishgan. Pastda esa asosiy o'sha kempimiz, bu yerda konsert bo'ladi. Bu yerda dam olish zonasi, networking, coworking, o'sha dam olish. Bu yerda startli paketlarni tarqatish, boshqa viloyatlardan kelganlarga yoki olishga ulgurmaganlar Toshkentga kelib shu yerda olishligi mumkin. Bu yerda sponsorlar yoki brendlar o'zini stendini qo'ygan mahsulotlarni reklama qilib qo'yishadi va bu yerda futbolka tarqatiladi. Narigi taraf hammasi kemping uchun palatkalarni qo'yib, dam olib uxlash uchun. Yugurishlarda asosan zonalarga bo'lib qo'yishadi. A zona qo'yishgan, bu yerda B zona va bu yerda C zona. Bu nimaga qilinadi desanglar, yuguruvchilar ko'p bo'lganda tezligiga qarab, tez yuguradiganlar birinchi bo'limga,
o'rtacha yuguradiganlar B qismiga va sekin yuguradiganlar C qismiga, chunki yugurayotganda bir-biriga to'qnashib kelmasligi uchun tez yuguradiganlar birinchi yugurishni boshlab ketishi mumkin. Sekin yuguradiganlar oxirida boshlasa hech kimga xalaqit bermaydi. Vaqtingiz baribir o'sha liniyadan o'tganingizdan keyin chip orqali ishlab ketadi. O'shanda vaqtingiz har doim kech boshlasangiz ham kirib kelgan vaqtingiz bilan hisoblanadi. O'sha liniyadan bosgan vaqtingiz va liniyadan qaytib kirgan vaqtingiz to'g'ri hisoblanadi. Undan xavotir olmasa bo'ladi. Plogingni boshlashdi 2,5 kilometr. Ploging bu o'sha yugurib, narsalarni terib, tozalab ketiladi yo'lni. Plastik chiqindilarni terish uchun. Hozir o'sha yoshlar ham, yosh kattalar ham o'sha ham yurib, yugurib, yo'lda plastik chiqindilar chiqsa, terib, yig'ib chiqishadi va oxirida ko'rishadi qancha yig'ildi, yig'ilmadi. Bu o'sha ekologiyani saqlab qolish, atrof-muhitni toza saqlash uchun qilingan yo'nalish hisoblanadi. Yugurib, yurib, atrofingizni tozalab, yig'ishtirib yurish. Bu yerda plogingchilar qaytib kelyapti. Yo'ldan chiqqan chiqindilarni yig'ib, hamma qutlab olyapti kelayotganlarni. Пластиковых крышек, бутылок, которые были собраны в Бухаре с Олегом. Plogingni yugurib tugatganlarga hammasiga medal beryapti va o'sha medal ham o'sha Buxoroda chiqindilar yig'ilgandan qayta ishlangan mahsulot hisoblanar ekan. Yetib kelib hammani medal bilan taqdirlashyapti va bu yerda qancha chiqindi yig'ilganini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari medallar. Bu ploging asoschisi chet ellik mehmon chaqirilgan. Hammani o'sha shunga targ'ibot qilib, yugurib, yig'ib, bularni yana qayta ishlab, yana medal yasashadi. Va shu tarzda 2,5 kilometr ploging yugurib, chiqindilar yig'ilib, hamma medalni oldi, hammaga rahmat etildi va ekologik pasportiga pechatlar urilib, keyingi ekologik plogingda qatnashishga chaqirib qolindi. Skycampda bo'ladi. Bolalarning yugurishi soat 4 dan boshlanar ekan, hali 1 soat vaqt bor. O'shaning uchun ozgina dam olamiz. Va keyin bolalarni 3, 4, 5, 6, 7 yoshdagi yugurishlarini kuzatamiz, ko'ramiz. Videoni davom ettirishdan oldin bugungi videomiz homiysi Akhan Architects'ga kattakon minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Akhan Architects studiyasi zamonaviy, modern va high-tech uslubdagi loyihalarni chizish, konsepsiyasini yaratish va vizualizatsiya qilish bo'yicha ixtisoslashgan studiya hisoblanadi. Ular Qirg'iziston, Qozog'iston va Saudiya Arabiston va jumladan O'zbekiston hududida juda ko'plab zamonaviy loyihalarni amalga oshirishgan. Undan tashqari studiya o'tgan yili Me'mors 2025 mukofoti sovrindoriga aylangan jamoat binolari yo'nalishi bo'yicha Termiz shahriga ishlangan Expo markaz loyihasi birinchilikka qo'lga kiritgan va arxitektura o'rtasida o'tkaziladigan mukofot sovrindoriga aylangan. Agar sizga zamonaviy, modern va high-tech uslubdagi uy loyihalarini chizish kerak bo'lsa va undan tashqari tijorat obyektlarini loyihalari ham kerak bo'lsa, bemalol Akhan Architects'ga murojaat qilishingiz mumkin. Instagramni qoldiraman, kontaktlarimni qoldiraman, Telegramdan yozib yoki Instagramda ishlarini ko'rib, bemalol konsultatsiyaga, loyihani gaplashish bo'yicha yoki bo'lmasa sizlarni buyurtmalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Akhan Architects'ga videoni va shu loyihani qo'llab-quvvatlaganiga kattakon rahmat tilab qolamiz. Birinchi kunni bolalar yugurish boshlandi. 3-4 yoshdagi bolalar yugurishga tayyorgarlik ko'ryapti. Razminka mashqlarini qilishyapti, tana qizitish va hozir 1 daqiqadan keyin shu yugurishni boshlashadi. Ko'rib kuzatamiz. Eng yosh yuguruvchi qatnashchilar. Беги, Алибек! Давай! Беги, Алибек, беги! Start bu tarafda ekan, 60 metr bo'lgani uchun o'sha bu tarafdan finishga qarab yugurishar ekan. O'shanga hozir bolalarni yoqib ko'chirishdi va hozir yugurishni boshlashadi. 2, start! Voy canım!
hamma finishga yugurib o'tdi. O'sha volontyorlar oxirida o'sha qatnashib to'xtab qolganlarni kimnidir oyog'i tushib qolgan bo'lsa, oyoq kiyim topib berib, birgalashib oxirgi finishgacha olib bordi. Zo'r kichik yoshida kichik yutuqlarga yordam berishyapti. Bu eng yosh 3-4 yoshliklar, undan buyog'iga 5 yoshli, 6 yoshli va 7-8 yoshliklar ham yugurishni boshlaydi hozir. Endi esa 5 dan 6 yoshgacha bo'lgan faqat qizlar yugurishi bo'lar ekan. 200 metrga 5-6 yoshdagi qizlarni yugurish boshlandi. Hozir start berildi. Давай, можно я пойду? Shu qayiladigan burchagida spesialni o'rgatib turib, bu yoqdan qayilish kerak deb, qayilib endi orqaga qarab yugurishyapti. Va bu yoqda o'rgatib turishdi, kuzatib yurishdan birinchi o'ringa. Bu yugurishda ham hamma oxirgacha finishgacha yugurib bordi. Bu safar 5 dan 6 yoshgacha bo'lganlar o'g'il bolalar orasida 300 metrga yugurish reja qilinyapti. Eng qiziq joyi bitta ham bola to'xtab qolmayapti. O'sha oxirigacha yugurib kiryapti. Qoyil qolsa bo'ladi, o'sha bolalarning matonatidan deymiz. Hamma finishgacha kirib boryapti. 600 metrga qizlar orasida yugurishga start berildi. Hozir qizlar yugurishni boshlashdi. Mana trener boshlab kelyapti va orqasidan qizlar yugurishni boshlayapti. Ko'ramiz. 300 metr u yoqqa yurib, yana 300 metr orqaga qaytishadi. Mana birinchi, ikkinchi o'ringa yuguruvchilar qaytib kelyapti. Liderlar. Bu yoqda mana yana bitta qiz oshib ketdi hozir. Давай, 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 давай. Bu yoqda oxirgi qizimiz yugurib kirib ketyapti. Shu yordamchi trenerlar, volontyorlar qo'llab-quvvatlab, shu ko'nglini ko'tarib, qo'lini ko'tarib, kulib, rasmga tushish deb finishgacha to'xtamay yugurib kiryapti. Shunisiga qoyil qolsa bo'ladi. Hamma o'sha to'xtamay, charchamasdan, o'zi qiyin bo'lsa ham yugurib kiryapti va hammaga medallar berib, menimcha juda zo'r xotira bo'lib qoladi va juda zo'r yutuq, natija xarakterini rivojlantirishda ham zo'r narsa. Hozir havo sharini to'ldirib qo'yishdi. Shunaqa narsani ham yo'lga qo'yishgan. Xohlagan odam kirib ichiga o'tiradi va ozgina tepaga ko'tarishadi va yana qaytarib tushishadi. Bundan ikkita qo'yishgan. Bittasini hozir mana uchishga tayyorlashyapti. Ikkinchi sharni ham ishirishga tayyorgarlik ko'rishyapti. Bu hozir mana sekin ko'tarishni boshlaydi. Teparoqgacha chiqadi va o'sha yerda yana pastga tushadi. Xuddi shu 600 metrga yugurish boshlandi, faqat bolalar orasida ko'rishimiz mumkin. Haqiqiy kurash bo'lyapti. Yo'lda o'sha ketishdi, hozir aylanish punktigacha 300 metrga yetib borib, orqaga qarab yugurishadi va o'shanda ko'ramiz. Birinchi, ikkinchi o'rinlarga ota-onalar qo'llab-quvvatlab birga bolasi bilan yurib, birinchi o'rinni olsang telefon olib beraman deb shunaqa motivatsiya qilishyapti. Ajoyib muhit. Bolalarga zo'r motivatsiya, menimcha. Akalari ham, ukalari ham qo'llab-quvvatladi.
Biz esa qolganlarni qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Davay. Ko'rishimiz mumkin, oxirgi yugurib kirib ketayotganlar trener bilan, volontyor bilan birga yugurish. Qiyin bo'lsa ham to'xtamasdan yugurishyapti. Va bu yoqda ungacha ikkinchi sharni ham pishirib qo'yishibdi. Ikkita sharni tayyorlab, tepaga, pastga olib tushishadi. Shunaqa qilib, kim qiziqqan, shu havo sharida uchmoqchi bo'lganlarga zo'r tajriba, zerikmaslik uchun zo'r narsalarga yaratib qo'yishgan. Boshlandi. Endi esa 10 yoshgacha bo'lgan qizlar orasida 600 metrga yugurishga start berilyapti. Mana endi boshlashdi. Kuzatamiz, ko'ramiz. Сильно не ломись. Сейчас Yugurishda o'sha ko'plab ota-onalar o'sha qizini oldida yugurib, yordam berib, o'sha qo'llab-quvvatlab birga yugurishyapti. Biz qaytib kelishda ko'ramiz, kim birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlikka da'vogarlar. Birinchi o'rinimiz aniq finishga kirib keldi. Bu yoqda ikkinchi, uchinchi o'rinlarni ko'rishingiz mumkin. Ota-onalari qo'llab-quvvatlab, yuguruvchilarning ota-onasi ekan, yordam berishyapti. O'tgan safargisi 600 metr emas, 1 kilometr bo'lgan ekan qizlar orasida. Bu safar xuddi shu 1 kilometr 10 yoshgacha bo'lganlar orasida 1 kilometr yugurish boshlandi, ko'ramiz. Shu bilan ketishda endi kutamiz, aylanib kelib 500 metr, keyin yana orqaga 500 metr kelayotganini kutib olamiz. Birinchi o'rin kirib ketyapti, hammadan ancha oshib ketgan. Bu yoqda ikkinchi, uchinchi o'rinli kurash bo'lyapti, kelishyapti. Bu yoqda mana bor kuchini beryapti uchinchi o'rinchi. Trenerga qoyil qolsa bo'ladi. Hammani o'sha kirayotganda kulib, qo'lingni ko'tarib turishdi, o'sha yaxshi foto, yaxshi video chiqish uchun. Mana bir-biring yo'lingni to'sma, bir-biring yo'lingni to'sma deb naqot, chunki bolalarda ular kurashyapti, bir-birini yo'lini to'sib, shu tezroq oldinroq kirishga harakat qilyapti. Qolganlar ham sekin-asta kelishni boshlashdi. Davay. Давай. Души, вперед. Молодец. Давай, чуть-чуть осталось. Oxirgi yuguruvchini ham hamma qo'llab-quvvatlab kirgizib olishdi. 11 yoshlar orasida 1 kilometr yugurish. Ikkita dona qatnashuvchi bor ekan, ular mana ketishdi. Нормально бежи. Темп 4:15. Это очень высокий темп. Qaytib kelishyapti mana birinchi o'rinlikka. Давай. Media xodimlari hamma narsani o'sha Telegram kanalida, YouTube'da jonli efirda qo'yishadi. Hozirgi yugurishlar ham jonli efirda olib borilyapti. Xohlagan odam xohlagan joydan kirib ko'rishi mumkin va ertangi 50 kilometr yugurish ham jonli efirda hamma kuzatib borishi mumkin. Mediada kamida 5-6 ta odam ishlayapti, fotograflari bor, 2-3 ta videograflar dronlarda videolar olishyapti. Va undan tashqari tepadan ham kamerasi bor. O'zingiz finishga kirganingizdan keyin kameradagi kirib kelgan videoyingizni olsangiz bo'ladi. Hozir oxirgi yugurishdagi bolalarni yugurishi bo'ladi. 1 kilometrga 11 yoshdagi bo'lgan bolalar tana qizinish mashg'ulotlarini o'tkazishyapti va hozir yugurishga start beriladi. Спокойно. Harakat qilishyapti. Birinchi o'rin aniq. Ikkinchi o'rin. Давай. Молодец, давай. Молодец. Чуть-чуть осталось, давай. Shu bilan bolalarning yugurishi tugadi. Endi esa bugungi eng asosiy yugurish 2 kilometr umumiy yugurish boshlanadi hozir. Hamma qatnashishi mumkin, yosh chegarasi yo'q. Va bu yerda juda ko'p odam yig'ilgan, juda ko'p firmalardan kelib jamoa bo'lib, do'stlar kelib boshlashgan. Hozir ko'rasizlar o'zingizlar va bu yoqda o'sha brendlar ham o'zini kiyimlarini chiqib qo'llab-quvvatlashyapti. Pure Milk mana ikkita idishlarda обратный счёт boshlashyapti, sanashyapti.
6, 5, 4, 3, 2 ve boshlandi. Yengil yig'ilishda oldimdan qirishmasdi, qizil narsa bilan otishibdi. Cho'chib yuborishdi hozir endi. Mana ko'rishimiz mumkin, hamma yugurayotgan. Давай, Akbar! Akbar, давай! Pyurmilka ham yuguryapti. Yogurt. Ko'rishimiz mumkin, ko'pchilik o'sha oilalari, do'stlar hamma qo'llab-quvvatlagan chiqqan, qo'llab-quvvatlashyapti. Birga ham yugurib kelib, qo'shilib yugurishyapti. Medal uchun emas, o'zligi uchun. Va bu yoqda odamlar ketib tuganyapti yugurayotganlarni. Capital Bank, Uztelecom, Uzpost hamma xil kompaniyalardan bor. Tepalik bo'lgani uchun qiyin ko'pchiligi tepaliga chiqib yugurish, lekin qaytayotganda lekin ko'pchilik tezlashadi chunki pastlikka qarab tushadi va bor kuchini berib odamlar yugursa kerak. O'shaning uchun hozir qaytishda hammani kutib olamiz. Birinchi o'rin mana kirdi. Bu akamiz o'tgan yili 50 kilometrda birinchi o'rinni olgandilar. Ertaga ham menimcha 50 kilometr yugursalar kerak, lekin bugun 2 kilometr ham yugurib qo'ydilar. Bilmadim nega, balki chigala yozish mashqlari bir kon. Ikkinchi o'rin kirib kelyapti. Orasida adashmasam 2 daqiqa bo'ldi. 1,5 yoki 2 daqiqa. Bu ham juda tez natija. Uchinchi o'rin lekin ko'rinmayapti, demak orasida yana katta farq bor. Uchinchi o'rin kirib kelyapti, mana yosh yuguruvchilardan hammani ortda qoldirib. Yo'ldan 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi ko'rishimiz mumkin. Hamma akamiz ko'zlari ko'rmaydi, lekin yordamchi bilan birga yugurib kirib kelyaptilar. Capital Run, Pure Milk, Uzum, United Samarkand, Sirokam hattoki yugurib tugatyapti. Shavkat aka Muhsinov. Eng ko'p menimcha yuguruvchi ishtirokchilar bu Capital Rundan, hamma sariq kiyimdagilar. Juda ko'p inson qatnashgan ekan. Va shu tarzda qolganlar ham sekin-asta o'sha kirib kelyapti finishga. Hali yana kamida 10-15 daqiqa oxirgi ishtirokchilar kirguncha vaqt bor. Opamiz bolalari bilan birga koleskada yuguryaptilar. Telekom birga yugurishyapti. Capital Bank 5 ta ishtirokchi Uzum. Bu yerda koleskada bola bilan oilaviy yugurishyapti. Oybek, давай! Oybek! Bo'l! Qalaysan? Shu tariqa hamma finishga sekin-asta kirib kelyapti. Hali yuguruvchilarimiz bor, o'sha sekin-asta yurib ham kelishyapti. Yana 10-15 daqiqada menimcha yopiladi. Ungacha sekin qolganlarni hamma kutib olib, medal bilan taqdirlab qiladi va pastda bo'lsa diskoteka deymiz, bu musiqa DJlarni tayyorgarligini boshlashdi, muzikalarni qo'yishdi. Bu yoqda mana DJlar kelib o'zini namoyishlarini ko'rsatadi, o'yingoh, yig'ilish joylari. Va bu yoqda esa hamma yuguruvchilar mana tugaganlar sekin pastga tushib yoyilyapti. Odam qanchalik ko'pligini ko'rishimiz mumkin. Va hozir men o'zim shaxsan yugurmoqchiman. Shake out run degan narsa bor. Asosiy yugurishdan oldin, bir kun oldin qisqa masofada yugurib, oyoqni chiganlarini yozish yoki oyoqni sal yumshatish shake out run deydi qisqasi. O'shani yugurib 3 kilometr bo'lsa ham tepalik bo'lgani uchun yugurishimni o'tkazib olaman. Yugurishim boshladim. Qisqa yugurib, sekin qaytamiz. Ondan tashqari kecha yangi oyoq kiyim olgandim. O'zi asosiy yugurishlarda yangi oyoq kiyimda yugurish maslahat berilmaydi. Chunki oyog'ingiz moslashishi kerak, uni qalinligi, sakrashi, yumshashlari. O'shanga bu yugurishdan oyoq kiyimimni o'rganishga ham juda yaxshi natija, juda yaxshi test bo'ladi. Ertaga bemalol yuguraman. Yugurishimni 900 metr bo'ldi endi va asfaltda yugurib kelayotgandim. Tepalikka chiqdim hozir endi pastga. Va asfaltdan keyin mana bunaqa yo'l keladi, asfalt tugaydi va bu tarzda yo'l pastga qarab tushib ketamiz. Manzaralar ajoyib, quyosh botishi. Atrofda hech kim yo'q, bitta o'zim yugurib yuribman. Lekin ertaga shu yo'ldan ertalabdan hammamiz pastga qarab, shu tog'larni ichiga kirib, orqadagi tog'largacha hatto yetib boramiz. Hozir esa faqatgina 1,5 kilometr yuraman.
1,5 kilometr yurib, 1,5 kilometr orqaga qaytib boraman. Orqamda ko'ryapman. Boshqa yuguruvchilar ham ikkita yuguruvchi kelyapti. Ular ham menimcha bir ko'ngildan yugurishdan oldin shake-out run oyoqqa chigalini yozish yugurishi qilib yugurishayotgan bo'lsa kerak. 1 kilometr bo'ldi. 8 daqiqa 30 soniyada yugurib o'tdim. Juda sekin, yuragim pulsim zo'r turmasdan. Endi esa ozginadan keyin yana orqaga qaytamiz. Manzara, lekin havo manzara juda ajoyib. Bu yerda otlar bor. Tog' orasida, bulutlar ichida, quyosh bulut ichida. Ajoyib. Yo'llarda nomaqangi tosh yo'llar bo'ladi. Shuning uchun oyoq kiyimni bosish qanchalik to'g'ri bosishlarni moslashish kerak yangi oyoq kiyimi texnologiyasiga qattiq pastli tepali shu tarzda ketaveradi. Ertaga yuguradigan manzaramiz mana shu. Tasavvuringiz uchun pastlikka qarab, ichkariga qarab ketamiz. Tog'larning ichigacha kirib ketamiz. 3 kilometr bo'ldi. 24 daqiqa. Yetadi. Lekin ancha og'ir yugurdim, chunki kecha 2 soat uxlaganimga juda katta ta'sir qilgan. Yugurishda o'zi eng katta ta'sir qiladigan narsalardan bu uyqu. Shuning uchun bugun to'liq 8 soat uxlashga harakat qilamiz. Xudo xolisa ertaga 50 kilometrni yaxshiroq tezroq yurishga harakat qilamiz. Tushimiz bilan o'sha pastda hamma dam olyapti, narsalarni yeyapti va stendlarni ko'rsatib, bu yerda stendlar qo'yib qo'yishgan. Uspostda stendi bu yerda onlayn marafonda qatnashsa, kimlardir oldin qatnashgan bo'lsa, hozir o'sha medallarini yoki futbolkani olib ketish, shu yerdan olib ketsa bo'ladi. Bu yerda stiker, boshqa narsalarni ham. Assalomu alaykum, hormat, charchaymiz. Bu yerda stikerlar, xatlar, narsalar o'tkazishyapti. Bu tarafda Nestle'niki Bistro Kasha, Atomy o'sha kosmetikalarni chaqirishyapti, koreyskiy mahsulotlar. Bu yerda Red Bull'da очередь menimcha Red Bull berishyapti yuguradiganlarga hammaga. Va orqada o'sha kechki bazm uchun joylar tayyorlashyapti, musiqalar tayyorlashyapti. Biz ham dam olib uydan makaron pishirib kelganman, uydagilar pishirib berishgandi. O'sha uglevod bo'ladi deb. Hozir o'sha borib palatkada o'shani sekin yeb, yeymiz, keyin ozgina hazm qilib, voqil uxlab, kuch yig'ish kerak bo'ladi. 10? Ha, endi boshlanadi. Zo'r, 10 zo'r. Qiyin uni qani ko'rasiz. Hozir ko'rishib qoldik, akamiz kuzatar ekanligi. Anaqadan bu necha kilometr yugurasiz? 10 kilometr. Qachon yugurishni boshladik? 2 oy bo'lyapti. 2 oy. Sizning videolaringizni ko'rib, yugurishga bo'lgan qiziqishyapti bizga. Mana endi birinchi marafon. Zo'r 10 kilometr bu yerda ham o'zi qiyin tepaliklari bor. Boshlashda asosiyan sekin boshlash kerak. 5-6 gacha keyin razgon bersa bo'ladi. Mana bu narsangiz hozir mana bu narsani ko'rdim. Avtograflar yig'ayotgan ekanlar. Bu kimning avtografi? Shavkat Musinov Turkar Ironman. Muxlisa Solojonova, keyin Riz Night. Zo'r. Va bu yoqda ham bitta ko'rdim. Toshkentda как badminton nimadir anonsda aylanib chiqqan birat borildi. Bu bilan ko'rdim videolarni. Biratdan qo'ydirdik. Bu hozircha shular. Siz ham qo'shildingizmi? Bo'ldi, biz ham qo'shamiz. Так. Ну вот. Так. Что для вас? Zo'r narsa o'ylabdilar. Zo'r, men ham hozir o'ylab, rostdan zo'r narsa ekan. Xayolim kelmaganiga avtograflar yig'ib. Osib qo'yaman, что har safar kirganimda, что ko'proq yugurishga, zo'r. marafon yugurmoqchiman, ultramarafon. Esdalik bo'lib qoladi. Albatta. Sizga ham rahmat. Ertaga xudo xohlasa yugursangiz. Sizga ham omad aka. Omad, charchang. Yana bitta-ikkita insonlar kelib o'sha oldin vlog kuzatgan, o'tgan yilgi vlogingizni ko'rib ancha ilhomlanib yozilganmiz deyishyapti. Va bu yoqda atmosferani ko'rsataman. Bitta ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir asosiy DJlar kelgandan keyin undan ham yuqori kayfiyat, undan ham yuqori atmosfera bo'ladi. Uydagilar o'sha makaron qilib berishdi, sous bilan. O'shan yeymiz, uglevod bo'ladi.
va o'rtog'imdan man kotlet olib oldim. To'g'ri bu protein bo'ladi. Buni yeb ozgina hazm qilib uxlash kerak. Menga yoqmasa, sizlarga yoqmaydi. Soat 8 ga yaqinlashdi. Qalinroq kiyimlarni kiyib oldik, chunki ancha sovuq tushdi. Shuni o'zida ham sovqotyapman. Bu yerda ashulalar boshlangan, odamlar ovqatlanyapti, dam olishyapti. Va biz u pastga o'sha konsert bo'layotgan joyga boramiz. Orqamda eshitgandek ko'rganinglardek DJlar vыступать qilyapti. Loud 373 guruhi qo'qonlik prodyuserlar ekan. O'shalar mana shu DJ ashulalarni qo'yapti va undan keyin Itni degan bir yana bitta DJ ashulalari bo'lar ekan. Soat 10 gacha, adashmasam 9:30 yo 10 gacha shu kabi shovqin, shu kabi musiqa, o'yin kulgili bo'ladi. Undan keyin esa soat 10 dan hamma texnikasiga, dam olishga, uxlashga yotadi. Diskoteka tepada davom etyapti. Pastda hamma dam olib, o'yinlarda, arg'imchoqlarda uchishyapti. Hammaga marojniy olib oldik Sakdiyanadan va bu yoqqa ekran qo'yib qo'yishgan, hammalar o'ynayotganlarni ko'rsa bo'ladi. Bu jonli efir olib beryapti. Tepada bo'layotgan o'yinlarni hamma narsani. Bu yoqda esa hamma dam olib, o'tirib o'ynayapti. Ovqatlanadigan joylar ham tashkil qilishgan. Kosushkadan osh, boshqa narsalar. Bu yerda Yaponiya mama bor. Rasset degan kafedan kofe, boshqa narsalar bor. Ovqatlanishga ham hamma sharoitlar bor. Dam olishga ham, o'ynashga ham. Faqatgina o'sha voqli uxlayman desangiz, shovqini sal xalaqit qilish. Zominda kechki 8:30 shu konsert bo'lyapti. Hali ham odamlar juda ko'p o'ynashyapti. Kimlardir dam olyapti, kimlardir endi kelyapti zominga. Kimlardir mehmonxonada qolgan bo'lsa, bu yoqqa kechki bayramga shu konsertga kelib, keyin yana qaytib ketadi. Bu yerda palatkalarda hamma joylashyapti. Men ham voqli uxlashim kerak, ko'proq uxlab kuch yig'ishim kerak, o'shaning uchun sekin palatkaga borib uxlashga harakat qilaman. Shu kiyimlarda o'sha sleeping bag deydi, mishobga ichiga kirib olib uxlayman, chunki juda sovuq. Yotganingizda hali undan ham ko'proq sovuq o'tadi yerda. Soat 9 bo'ldi, konsertdan 9 gacha ekan, hamma tarqalyapti va odamlar o'zi ashula aytyapti turib. Lekin men voqliroq kelib uxlashga harakat qilaman, chunki voqliroq yotish kerak. Hamma mishoklarni tayyorlab qo'ydim va palatkani yopib uxlayman. Hammaga xayrli tun. Ertaga Zominda 50 kilometr yurishda ko'rishamiz. Biror ishlarni xona pechim qo'shanchim plastik bilan yopishtirib oldim. Morning. Good morning. Morning. Yana bitta to'xtash punktiga kelyapmiz. 150 dolar kasal bos. O'tgan yil ham birga yurgan Julian ketdilar Samarqanddan. Сувланы попозже поводят. Дальше можно 10 километров бегать на любом скорости. Tanishib chiqib qolish. Maratonim bo'lgan 10 kilometr yugurganman. Ha. 1 yildan keyin 50 kilometr. Rahmat. 50 kilometr. 25 kilometr aylana qildik. Спасибо большое. А под ней? Не, сразу все. Все, спасибо большое. Eng qiyin joy mana shu Zomin o'tadi 50 kilometrda. Shu hisob bilan 34-kilometrdan 37-kilometrgacha. Kurashib yotdim o'zim majlisda. Bo'lib qolsang ham 9 soat yugursang ham oxirigacha borasan. Qalashyapti.